Leo, hozir samolyot qo'nadi va otang bilan birgalikda Barselona klubi sport direktori Karles Reshak huzuriga yo'l olasizlar. U sizlarni darhol qabul qilmaydi. Otang oxirgi sigaretasini chekib diqqa nafas bo'ladi. Sen unga e'tibor berma. U Argentinaga qaytishni istamayotganidan yo sening futbolchi bo'lmay qolishingdan cho'chiyotgandan emas, azbaroy sening davolanishingni o'ylab shu sigaretalarni tutatib tashlaydi. Aslida sen 13 yoshga kirib ko'p narsani bilib bo'lding. Sening futbolchi bo'lishingni uyingdagilardan faqat buving istagan. Hali har gol urganingda uni istaysan. Gollaringni unga bag'ishlab ko'rsatkich barmog'ingni osmonga qadab nishonlaysan. Hozir o'zing samolyotda osmonda ketyapsan-u, buving ham yoningda uchib ketayotgandek tasavvurni yeng. Leo, Reshak yomon odam emas. Sizlarni kuttirib qo'yganiga yarasha, keyin sening jamoaga o'tishing uchun bor imkoniyatini ishga soladi. 3-oktyabr kuni klub direktorlari kengashini 3 ta narsaga ko'ndiradi. Oilang Yevropaga ko'chib keladi, davolanishingga ketadigan pullar to'lanadi.